Hamma salom do'stlar, sizlar bilan Fastercraft. Bugun sizlar bilan qishloq birinchi qismda olamiz va do'stimiz bor, salomlashib qo'ying. Yo, hammaga do'stlar, meni ismim Primecraft. Sizlar bilan qishloq hayoti birinchi qismini olamiz. Bugungi videomiz qiziqarli o'tsa kerak. Faster 15 do'stim, Fastercraft. Uzr hayajondaman. Chunki bu birinchi videoga chiqishim bo'ladi. Endi ko'zingni senga sovg'am bor. Yurdim do'stim. Ketdik. Orqamdan yur. Ke ko'zingni yumib turibsanmi? Ha, do'stim. Tush pastga. Va ko'zingni och, uyimni oldidan senga qurdim. Vau, zo'ru do'stim, rahmat sen uchun. Rahmat do'stim. Arzimaydi. Qo'shni bo'larkanmiz-da. Salom, Fastercraft, ishlaring yaxshimi? Ha, ishlarim yaxshi. O'zingchi? Men seni rasolim keladi. Sen ham yurasanmi jipillab? Nimaga uryapsan? Qanisan? Yo, mana do'stim, mana yoningdaman. Endi. Bu mono qishloqning ismi nima? Cho'tamanga yomon tanish ko'rinyapti. Qaysi? Mana. Oq kiyimlimi? Ha? Buni ismi. Haligi nima? Archer tanimadingmi? Hozir o'tgan videoda video qo'ydik. Archer esa. To'g'ri kelayapti. Primecraft. Yo. Endi uyingizni jihozlab beraymi yo o'zi jihozlaysizmi? Keyingi videoda jihozlaymiz. Keyingi videoda zombi chiqiladi. Do'stim. Ya, zombi apokalipsisi 1, 2, 3-qism qilib olsak yaxshiroq bo'lardi. Uyingizni o'zim jihozlab beraman. Yo, bro, rahmat. Arzimaydi. Sandiq. Mana rasman qo'yib beraymi? Thank you, brother. Mana bu narsa o'ta kerakli sehrlagan narsalar. Do'stlar, qancha bo'lyapti Free Fire? Minecraft o'ynayotganingizga. Minecraft o'ynayotganimga bir yilcha bo'lyapti. Yo, ancha bo'lib ketdi. Men account bitta Prime Passage Craft deb men accountim chiqadi. Mana uyingni jihozlab qo'ydim. Svetam o'rnatib beraman. Yo, do'stim, o'zimda bor svetlar. Mana zo'rlardi. Hech kimda yo'q svetlarni qo'yib beramiz. Thank you, brat. Oynani sindirib qo'ydim. Yo, o'zim qo'yib olaveraman. Endi uzr sindirib qo'ydik. Mayli do'stim, keyingi videoda ko'rishamiz. Yuring tashqariga chiqib xayrlashib qo'ydik. O'zi qorong'i ham tushib qopti. Keyingi videoda ko'rishamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha hammalar qishloqlarni ham tanishtirib chiqaman. Hammalarga Xayr do'stlar, keyingi videoda qishloqlar 2-qismida ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.